Assalamu alaikum, hurmatli No'qat qarjmat kanalının qatnashchilari. Bugungi kungi bozor 2023-yilning 1-yanvar kuni biz Aravan rayonining Mang'it ayli hukumatini qarashli Kestek jana Jangarg ayilida turamiz. Bu men turgan joy hozir Jangarg ayili. Jangarg ayilidan Kestek ayilida o'tkazib olayotgan. Mana ko'proq jon qurilib turib, hurmatli qarangizlar. Abdan so'ni qurilib tur. Jangarg bilan Kestek ayilini tutashib turgan jon ko'proq qurilib tur. Like bosib, kommentar yozib qo'yinglar, hurmatli tuğanlar. Bizdan olsavaych. Mana shu suv No'qat jergasidan keladi, mana oqayotgan daryo. O'zbekistonga o'tib ketadi. Qarangizlar, biz hozir Aravanliklar bo'lsa like bosib, kommentar yozib qo'yinglar, hurmatli tuğanlar. Jon ko'proq qurilib tur. Biz shu yerga kelib hozir ma'lumot olib berib o'tamiz sizlarga. Qarangizlar, obdan suvni qurilib tur. Ko'proq kachistasi yaxshi. Mana shu No'qat shahridan keladi. No'qat rayoni, No'qat shahridan kelgan suvlar. Qarangizlar suvning oqishini. Bu yerda baliqlar dili bor. Baliq tutsangizlar dili bo'ladi. Men hozir shu Jangarg bilan Marksning o'rtasida turaman. Qarangizlar, mana suvning oqayotishini qarangizlar. Bu jon qarangizlar, hurmatli tuğanlar. Yaxshi suv oqayotadi. Hurmatli tuğanlar, qarangizlar, mana men hozir ko'prikdan o'tdim. Narag'i Jangarg ayili. Bu jog'i Kestek ayilda. Kestek ayili degan ayil. Bu ko'proq murun yo'q edi-da. Qarangizlar, yemi qurilib tur. Qurilgan hozirlik kunlar bo'lgan o'xshaydi. Yaxshi, ikki ayilni biriktirib ko'proq qurib tur. Kim qursa deb Alloh rozi bo'lsin. Qarangizlar, 500 metr chiqadi ko'proq. Mashina o'tib, odamlar o'tib, qatnashib turadi. Shu yerda qarangizlar, yaxshi. Mana bu jog'i Kestek ayili. Kestek ayili. Bu jog'i Jangarg ayilida. Yo'qon o'rtada bo'lib turgan mana katta daryo bor. Bu Aravanga kelgan, No'qatdan kelgan suvlar. Shu yerdan yeginlarni sug'orishadi, jana boshqa ichishadi. Qaranglar, baliqlar dili bo'lsa kerak bu yerda 500 metr aralıqda ekanda bu ko'proq. Hurmatli tuğanlar, qarangizlar. Yaxshi qurilibdi ko'proq. Jasini qarangizlar, bu joy haqiqatdan bilmadimmi? Bu joyda da ayil bor ekan. Bu past joqdan kelgan ekan. Şol qarangizlar. Hurmatli tuğanlar, mana bolalar futbol o'ynashlar, qarangizlar. Plashatkasi joy ekan bular bechoralarning. Mektab olisroq. Bu yerda futbol o'ynashlar, bolalar qarangizlar. Bir uydan janilab plashatkada futbol o'ynashlar. Ama men aytayin deganim, mana ko'rinib turgan joy Jangarg. Mang'it ayli hukumatining Jangarg ayili. Qarangizlar. Mana shu daryo. Hurmatli tuğanlar, shu bilan biz No'qat qarjmat kanali sizlar bilan qo'shishib, doimo bir bo'linglar, omon bo'linglar. 2023-yil qo'yin yili yaxshilikdan, jana molchilikdan yili bo'lsin demoqchimiz. Baringizlarga, ishingizlarga iyilik, Allohim o'zi qo'llasin, demoqchimizlar yaxshi bo'lsin demoqchimiz. Biz shunday sizlar bilan qo'shishamiz. Sog' salomat bo'linglar. Like bosib, kommentar yozib qo'yinglar. Bir like bosib qo'yinglar. Şuna onda sizler bilan qo'shishamiz. Sog' salomat bo'linglar, omon bo'linglar, qo'shishga tinch bo'linglar. Assalomu alaykum, rahmatullohi va barakatuh demekçiyiz.